Hozirgina ijtimoiy tarmoqlarga Farruh Zokirov haqida xabarlar tarqaldi. Afsuski, janoza ta'ziya bildiramiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. Farruh Zokirov 29 yoshda. Ikkinchi turmushidan baxtini topgan 6 ta davlat xalq artistining hayoti va ijod yo'lida haqida. O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirovning tug'ilgan kuni munosabati bilan uning hayot va ijodi yo'llariga nazar tashlaymiz degan video lavhalar tarqaldi. Rossiyadagi YTXda o'zbekistonlik fuqaro vafot etdi. Rossiyaning Saratov viloyatida O'zbekiston fuqarolari bo'lgan Lada Largus yo'lda turgan yuk mashinasiga urilgan. Oqibatida yengil avtomobil yonib ketgan, deyiladi xabarda. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring.